Giloslar juda chaman bo'lib gullagan davrida yana plus degan maxsus preparatlari bor. Shularni sepishlarni tavsiya qilamiz. Ko'p joylarda O'zbekistonda keng tarqalgan navlardan Valavoy sersa, ya'ni Qo'qon gilos, Toshkent gilos deyishadi ko'p joylarda. Shu sortlardan keng tarqalgan, ko'pchilikda xonadonlarga kirib borgan navlardan biri. Shu sabab bu navlar changlanishiga kam changlanib kam hosil bo'ladi. Shu sababdan Gana Plus degan dori bor, shuni sepishlarni tavsiya qilamiz. Bu changlanishiga yordam beradi. Bog'imiz 2 metrga ekilgan, 4x2 sxemada. Arilarga zarar yo'q. Asalarilarga, ya'ni mehnatkash arilar o'z ishini qilyapti. Lekin bu ham yetmayapti. Kimga shunaqa yaxshi chiroyli shaklda bog'lar kerak bo'lsa, tashkil qilish kerak bo'lsa, nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqa olasizlar.